Yangi Namangan tumanida joylashgan 22-sonli maktabgacha ta'lim tashkilotimizda bugungi kunda 16 nafar pedagog xodim va 16 nafar texnik xodim faoliyat olib bormoqda. Tashkilotimiz 140 o'ringa mo'ljallangan bo'lib, bugungi kunda 6 ta asosiy guruh, 5 ta qisqa majburiy va bitta pulli guruhimiz faoliyat yuritmoqda. Va bugungi kunda BB dasturimizda jam bolalar soni 334 nafarga yetib, bundan tashqari yana navbatda 15 nafar bolalar o'z navbatini kutib turibdi. Maktabgacha ta'lim tashkilotimizda samarali ish tashkil qilish maqsadida asosiy e'tiborimizni biz raqamli texnologiyalarga qaratdik va har bir xonaga smart televizorlar bilan ta'minladik. Har bir xonamizda bunda tarbiyachilar bemalol Wi-Fi tarmog'iga ulangan bo'lganligi uchun bog'chamiz internetdan foydalanib mashg'ulotlarni yanada mazmunli tashkil etishadi. Bundan tashqari bizda har juma metodik mahorat soatlari tashkil qilinadi va tarbiyachilarga tizimli ravishda mahorat soatlari o'tib boriladi. Biz qachon bolaga yaxshi bilim beramiz, qachonki o'zimizda yaxshi bilim bo'lsa, shu sababli tizimli ravishda metodik mahorat soatlarimiz o'tilmoqda. Va bugungi kunda esa 6 nafar o'rta maxsus pedagog xodimimiz 5+1 o'quv dasturi asosida o'qish uchun universitetga o'z ixtiyorlari bilan hujjat topshirishmoqda. Good morning. Good morning, teacher. How are you? Good, thank you. Okay, are you ready the lesson? Yes, of course. Today topic is colors. Bolajonlar, bugun sizlar bilan ranglar mavzusiga oid mashg'ulot olib boramiz. Bolalarni sog'lom ovqatlanishga ham alohida e'tibor beramiz. Ovqatlanish tizimi juda ham yaxshi, 3 mahal issiq ovqat bilan ta'minlangan. Bolalar ham ota-onalar ham bugungi kunda oziq-ovqat, ovqatlanish ratsionidan mamnun. Ovqatlanish ratsioni har 10 kunda almashadi, yangi menyu bo'yicha ovqat tayyorlashadi. Oshpazlarimiz malakali, alohida o'quv kurslarida o'qib kelishgan 2 nafar oshpazimiz faoliyat olib bormoqda.